Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizdan 30-likdan davom ettiramiz. Iqra'il misala va kawwin jumalan ala g'irarihi. Misolni o'qing va uni yo'nalishida jumlalar paydo qiling, ya'ni jumlalar tuzing. Birinchisi, Muhammadun talibun. Muhammad talaba. Aminatu tolibatun. Omina talaba. Demak, aminatu omina so'zi bo'lgani uchun unga muannas tolibatun so'zi ishlatildi. Demak, muannas qilib tolibatunga o'xshash qolgan so'zlarda ham shunaqa bajaramiz. Hamidun tabibun. Hamid shifokor. Fatimatu tabibatun. Fatima shifokor. Huwa mudarrisun. U o'qituvchi. Hiya mudarrisatun. U o'qituvchi. Al-babu mughlaqun. Eshik yopiq. An-nafizatu mughlaqatun. Oxirigacha qo'shamiz. Demak, deraza yopiq. Al-mindilu wasikhun. Dasturmol kir. Al-yadu wasikhatun. Qo'l kir. Demak, insonning juft a'zosi bo'lgani uchun qo'l muannas hisoblanadi. Ash-shayu harun. Choy qaynoq. Al-qahvatu harratun. Qahva qaynoq. As-suqu ba'idun. Bozor uzoq. Al-madrasatu ba'idatun. Maktab yaqin. At-talibu maridun. Talaba kasal. At-talibatu maridatun. Talaba kasal. Bu yerda talaba qiz. Al-hisanu sari'un. Ot juda tez. As-sayyaratu sari'atun. Mashina tezdir deb gap tugatamiz. Al-qamaru jamilun. Oy chiroyli. Ash-shamsu jamilatun. Quyosh chiroyli. E'tibor berarsizlar, al-qamaru so'zi demak, bu yerda muannaslik yoki muzakkarlik alomati yo'q, lekin arablar doimo muzakkar sifatida ishlatgan. Endi ash-shamsu quyosh so'zini arablar doim muannas qilib ishlatgan ekan. Shuning uchun bu so'z muannas so'z hisoblanadi. Shuning uchun ash-shamsu jamilatun deymiz. Al-abu jalisun. Ota o'tiribdi. Al-ummu jalisatun. Ona o'tiribdi. Demak, ona so'zi muannasligi aniq bo'lgani uchun bunda o'sha to'y marbuta muannaslik belgisi yo'q, lekin ma'naviy aniq bu muannasligi bilinib turgani uchun jalisatun deymiz. Sahhihil jumalal atiyata. Kelayotgan jumlalarni to'g'rilang. Bu yerda xato berilgan ekan. Biz to'g'rilaymiz. Haqibatu man hada. Bu kimning nimasi? Sumkasi deyishimiz kerak. Demak, sumka so'zi muannas bo'lgani uchun bu degan so'z ham muannas bo'lishi kerak. Kimning sumkasi bu deb tarjima qilinadi. Shunda haqibatu man hadhihi desak to'g'ri bo'ladi. Al-ghurfatu maftuhun. Xona ochiq degan so'zni yasashimiz kerak. Demak, bu yerda maftuhatun deymiz, chunki g'urfa xona muannas so'z. Hada sayyaratu tabibi. Bu o'sha tabibning mashinasi so'zini yasashimiz kerak, lekin bu mashina muannas bo'lgani uchun hadihini ishlatamiz. Hadihi sayyaratu tabibi. Hadihi miftahu sayyarati. Demak, bu mashinaning kaliti demoqchimiz. Kalit so'zi muzakkar bo'lgani uchun bunga hadihi emas, hada so'zini ishlatamiz. Hada miftahu sayyarati. Ayna sayyaratu. Mashina qayerda? Huwa fil shari'i. U ko'chada. Demak, huwa demaymizda, hiya fi shari'i so'zini ishlatamiz. Shu yergacha o'qiganlarimizni o'zlashtirib o'qib tayyorlanib